task one'larda introductiondan keyingi qism overview hisoblanadi. Hozir line graph uchun qanaqa qilib yaxshi overview yozish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Overall yozayotgan paytda to write an overview you can include, ya'ni biz yozishimiz kerak birinchi o'rinda general trend of each line, ya'ni har bitta liniyani, har bitta figurani general trendini yozishimiz kerak. General trend bu ularni umumiy ravishda o'sganligi yoki tushganligi. O'rtadagi o'zgarishlar hisobga olinmaydi. Davrni boshi va oxirini hisobga olgan paytda umumiy olganda bu figura o'sganmi yoki tushganmi, o'sha narsa yozilishi kerak bo'ladi birinchi o'rinda va bitta qo'shimcha additional feature qo'shishimiz kerak, ya'ni qo'shimcha informatsiya qo'shishimiz kerak. Bu qo'shimcha informatsiya qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda katta yoki kichkina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Biggest yoki smallest change'lar. Ya'ni aytaylik, qaysidir figuralar o'sgan, qaysidir figuralar tushgan, orasida qaysidir tezroq o'sishga erishgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa ajralib turgan, sekinroq o'sishga erishgani bo'ladi. Odatda biggest change yoziladi ko'proq. Yoki ikkinchi variantimiz bor, qanaqadir outstanding higher figure ni yozsak bo'ladi. Ya'ni butun davr mobaynida eng katta bo'lib turgan figura bo'lishi mumkin. Buni qo'shimcha additional feature qilib turib ikkinchi gapga yozsak bo'ladi. O'zi ko'pchilik o'quvchilar har bitta liniyani general trendini yozib turib overall tugatib qo'yadi. Ya'ni bu narsani o'zi yetarli deb hisoblaydi. Lekin agar biz additional qanaqadir feature qo'shmaydigan bo'lsak, overallimiz 6 balldan balandga ko'tarilmaydi umuman. Endi overallda biz qilmasligimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni we shouldn't mention any numbers, hech qanaqa numberlarni yoza olmaymiz. Minor details, ya'ni orada qaysidir yillarda o'sish yoki qaysidir yillarda tushish bo'lganligini yoza olmaymiz overallda va subjective opinion, ya'ni ko'pchilik xato qiladigan shaxsiy fikr overallda bera olmaymiz. Ko'pchilik aytadi, bu davrda qanaqadir odamlar bu narsaga ko'proq qiziqdi yoki bo'lmasa bu narsani mashhurligi oshdi bu joylarda degan narsalar beriladi. Ya'ni grafdan kelib chiqib turib o'zimizni shaxsiy fikrimizni overallda qo'sha olmaymiz umuman. Buni qo'shish mumkin emas. Bu esdan chiqarmasligimiz kerak bu narsani. Demak, biz bilib oldik overallda nimalar yoza olishimizni va nimalarni umuman yozmasligimizni. Endi example-ga o'tamiz. Qanaqa qilib overall yozsak bo'ladi? Birinchi bizga berilgan the graph below shows the sales of children's books, adult fiction and educational books between 2002 and 2006 in one country. Ya'ni bitta qaysidir davlatda 3 xil kitoblarni savdosi bu grafda berilgan. Demak, biz overall yozishimiz uchun birinchi step biz har bitta liniyani trendini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni o'sgan yoki tushganligini aniqlab olishimiz kerak. Bu narsani aniqlash uchun mana boshlaymiz children's booksdan. Birinchi nuqtani qaraymiz, oxirgi nuqtani qaraymiz. Demak, bu o'sgan o'z-o'zidan. Adult fictionda tushish bo'lgan, educational booksda o'sish bo'lgan. Mana bu yerda tushganligini overallda e'tiborga olmasak bo'laveradi. Birinchi va oxirgi nuqtalari qaraladi. Oxirgi nuqtasi birinchi nuqtasidan ko'ra balandroq. Ya'ni generally adult fiction booksni savdosi o'sgan. Biz buni aniqlab oldik. Ya'ni mana increases bo'ladi. Children's books and educational books decreases adult fiction books. Ya'ni o'sganlar va tushganlarga ajratib oldik. Biz bu narsani endi keyingi bizni qiladigan ishimiz ikkinchi stepda qanaqadir additional feature qo'shishimiz kerak. Ya'ni qo'shimcha qanaqadir informatsiya qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha informatsiyani qo'shishimiz uchun bizda ikkita variant bor. A variant and B variant. Option A da nima qilamiz? Adult fictionga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, adult fiction highest figure in the beginning bo'lgan. Ya'ni davr boshida, mana periodni boshida eng katta figura adult fiction bo'lgan. Endi children's books ga qaraydigan bo'lsak, at the end the highest figure bo'lgan. Ya'ni mana children's books at the end the higher figure eng baland figura bo'lgan. Endi demak, additional feature ni qanaqa qilib qo'shar ekanmiz? Biz e'tibor qaratar ekanmiz davr boshiga va davrning oxiriga. Ikkala davrni boshi va oxiridan kelib chiqib turib, qaysi figuralar eng baland bo'lganligini qo'shimcha feature sifatida aytib o'tib ketsak bo'lar ekan. Ikkinchi B variantimizda e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana children's books the most sold during most of the period. Ya'ni children's books periodning eng katta qismida eng ko'p sotilgan deb aytilyapti. Ya'ni mana children's books ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, periodning eng katta qismida eng baland bo'lgan, bundan baland figura bo'lmagan. Butun period davomida emas, mana bu periodga
2002-yilda bu narsa bo'lmagan, shuning uchun most of the period deb berilgan. Educational books bo'lsa least sold during most of the period, ya'ni eng kam sotilgan, mana periodning most qismida bu kitoblar eng kam sotilgan bo'lib chiqdi. Endi mana variantlarimiz tayyor, overall yozsak bo'laveradi. Birinchi versiyada, ya'ni step 1 da обязательно increases va decreaseslar aytiladi va A variant bilan additional feature qo'shiladi. Masalan, overall the sales of children's books and educational books increased while the reverse was true for adult fiction books over the given period. Ya'ni children's books va educational books, ya'ni bolalarning kitoblari va ta'limga oid kitoblarning savdosi o'sdi. While bu shu yerda e'tibor berishimiz kerak, ikkita qarama-qarshi bo'lgan narsani ulash uchun ishlatiladi. While dan keyin yozamiz increaseslarni, keyin bu yog'iga decreaseslarni yozamiz. Ya'ni ikkita kontrast trendni bir-biriga ulash uchun ishlatiladi va gap o'rtasida komma bilan ajratishimiz kerak yoki while'ni bu ikkalasining o'rtasiga ishlatsak ham bo'laveradi. Masalan, bunaqa ko'rinishda. Faqat virgullab tashlaymiz, o'rtada while qo'yamiz. Biz ishlatgan struktura mana xuddi shunga to'g'ri keladi. The reverse was true. Reverse bu teskarisi degani. Ya'ni bu yerda children's va educational books savdosi increased, o'sdi. Reverse was true, ya'ni teskari trend, ya'ni tushish tegishli adult fiction booksga. Adult fiction booksda tushish bo'ldi degan ma'noni bildirdi. Notably, eslab qolamiz, notably qo'shimcha additional feature'ni qo'shish uchun ishlatiladi. Although degan struktura ishlatilyapti. Although garchi, shunga qaramasdan degani. Although the sales figure of adult fiction books was the highest initially, ya'ni adult fiction kitoblarini savdosi boshida eng baland bo'lgan. Mana adult fiction kitoblarini savdosi boshida eng baland bo'lgan. Step additional feature'ni A variantini ishlatdik. Mana additional adult fiction books highest figure in the beginning degan narsadan foydalandik. Endi davomini yozamiz. It was later surpassed by Z of children's books. Keyinchalik undan o'tib ketdi children's booksning figurasi. Bu narsani biz yana oxirida the highest figure at the end deb yozmasdan undan o'tib ketildi children's booksning figurasi deb berdik. Ya'ni additional feature qanaqa qilib qo'shyapmiz, e'tibor beringlar. Boshida mana adult fictionni savdosi eng baland bo'lgan deb berdik, lekin keyinroq adult fiction undan o'tib ketgan deb berdik. Ya'ni oxirida o'z-o'zidan bu eng balandga chiqib qolgan, eng baland figura bo'lgan degan narsa ishlatildi birinchi versiyada. Bu yaxshi overall hisoblanadi, lekin eng zo'r variant emas, boshqacharoq, yaxshiroq qilib yozsa ham bo'ladi albatta. Ikkinchi versiyaga o'tamiz. Version 2 da ya'ni B variantni ishlatib yozamiz. Biz aytishimiz kerak, children's books eng ko'p sotilgan during most of the period, educational books bo'lsa eng kam sotilgan o'sha periodning eng katta qismida va birinchi albatta o'sgan tushganlarni yoza olishimiz shart. Xo'p, overall mana o'sha gapni yozdik. The sales of children's books and educational books increased while adult fiction books fell out of favor over the given period. Children's va educational booksni savdosi o'sdi while, lekin adult fiction kitoblari, ya'ni kattalarga oid kitoblar fell out of favor, bu aniq ommalashmadi, ya'ni become less common degan ma'noni bildiradi. O'sha periodda demak ularning sotilishi kamaydi degan ma'noni bildirib turibdi. Buni o'rniga adult fiction books fell out of favor o'rniga biz bu yerda ishlatgan reverse was true for adult fiction books degan narsani qo'ysak ham bo'lardi. Hech narsa o'zgarmasdi. Mana buni almashtirib qo'ysak bo'ladi. O'sha narsa mana while the reverse was true for adult fiction books over the period. Endi notably deb turib B variantni qo'shamiz. Notably during most of the study period, ya'ni during most of the study period bu given period. Study period bu given period, ya'ni bizga berilgan period. Demak, bizga berilgan periodning ko'p qismida children's books were sold most.
bolalarning kitoblari eng ko'p sotilgan compared to the lowest sales figure of educational books. Educational booksni eng kam figurasiga taqqoslaganda, ya'ni bu yerda ma'no chiqib kelib turibdi. Educational booksni savdosi eng kam bo'lgan most of the periodda, children's booksni savdosi eng ko'p bo'lgan. Bu yerda passive voice'da aytildi. Compared to lowest sales figures of educational books, bu bilan taqqoslandi. Ikkinchi oral versiyasi ham tushunarli bo'lsa kerak. Mana buni olib qo'ysak bo'ladi. B variantni bu yoqda shuni ishlatib turib yozdik. Birinchi o'rinda birinchi step обязательный bo'ladi. Mana bu o'rinimiz. Birinchi stepda increases decreaseslarga ajratib oldik. Ikkinchi stepda biz additional feature qo'shdik. Ya'ni eng ko'p sotilgan qaysi biri va eng kam sotilgan qaysi biri degan narsani qo'shib turib ishlatdik bu yerda. Keyingi o'rinimizga o'tamiz. Bu yerda weight export haqida gap ketgan, ya'ni bug'doy eksport haqida gap ketgan. Biz buni o'rinni yozish uchun yana xuddi shu boyagidek ajratib olamiz. Mana tushunarliroq bo'lsin. Ajratib olamiz qaysilari o'sgan, qaysilari tushganligiga. Bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi Avstraliyada bug'doy eksporti kamaygan. Kanadada birinchi nuqta va oxirgi nuqtada o'zgarish yo'q bo'lgan deyarli, lekin o'rtada significant change'lar bor, katta o'zgarishlar bor. Demak, Kanada o'zgarmagan, lekin aytib o'tib ketishimiz kerak, eng katta o'zgarishlar Kanadada bo'lganligini. European Community'da bo'lsa bu narsa o'sgan. Endi oral yozsak bo'laveradi. Oral the amount of weight export in European Community increased, ya'ni European Community'da bug'doy eksportining miqdori o'sgan. While Australia saw a noticeable decline in its weight export. Ya'ni Avstraliya o'zini bug'doy eksportida sezilarli tushishni ko'rgan. Ya'ni Avstraliyada bu narsa tushgan degan narsa berildi. Endi notably bilan additional feature qo'shamiz. Qo'shimcha informatsiya qo'shamiz. Despite fluctuation, bu fluctuationning oldidan biz fluctuation juda ham katta bo'lganligini qo'shib ketsak bo'ladi while bilan. Despite fluctuation, ya'ni fluctuation bo'lishiga qaramasdan, Canada's export volume did not generally change throughout the period. Kanadaning eksport figurasi generally, ya'ni umuman olganda o'zgarmagan butun period davomida degan ma'no chiqib kelib turibdi. Bu yoqda generally degan so'z juda ham muhim hisoblanadi. Nimaga deganda, bu generally birinchi va oxirgi nuqtasi o'zgarmaganligini bildirib turibdi. Agar shu generallyni qo'shmaganimizda, Kanadaning eksporti umuman o'zgarmagan degan tarjima chiqib qolardi. Bu yoqda bo'lsa, o'rtada significant change'ga, ya'ni fluctuation'ga uchragan. Shu generally degan so'z boshi bilan oxirida общий natijada o'zgarmaganligini bildirib turibdi. Keyin bu yoqda mana yaxshi struktura ishlatilib ketdi. Nounni qo'yib turib so plus adjective noun, ya'ni adjective nounga o'sishlarni aytsa bo'ladi. Misol uchun so noticeable decline. Agar tushgan bo'lsa, o'sgan bo'lsa growth qo'ysa bo'ladi. Boshqa so'zlar bor yana. In deb turib nima bo'yicha tushish ko'rganligini yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, Uzbekistan saw a noticeable decline in its car production volume. Yoki in its car production desa ham bo'laveradi. Ya'ni O'zbekiston o'zini mashina ishlab chiqarish ko'rsatkichida tushishni ko'rdi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsa tushdi degan ma'noni bildirib turibdi. So a noticeable decline in something. Bu yaxshi struktura ishlatsak bo'ladi buni ham. Keyingi o'ringa o'tamiz. Keyingi o'rinda oil production and consumption in China. Oil ishlab chiqarish va iste'mol qilish Xitoyda. Trendlarni kuzatamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerda qiziq narsa berilgan.
consumption o'sgan. Mana ko'k chiziqqa qaraydigan bo'lsak, production ham o'sgan. Lekin bitta muhim jihati bor. Consumption productionga nisbatan tezroq o'sgan. Shu bizda additional feature bo'lib beradi bu yerda. Oralni yozadigan bo'lsak, qanaqa berilgan? Xo'p, qaraymiz. Oral, the amount of oil produced and consumed in China increased over time. Ya'ni birinchi ishimiz bizni vazifamiz buni ikkala liniyani trendini yozib oldik. Ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan va iste'mol qilingan oilni miqdori o'sdi deb yozib oldik. Over time o'sha berilgan time mobaynida keyin ikkinchi gap bo'ladi. Although both figures started at the same level. Garchi ikkala figuralar ham deyarli bir xil levelda boshlagan bo'lishiga qaramasdan, oil consumption experienced relatively significant changes. Ya'ni garchi ikkala figuralar ham bir xil nuqtada boshlagan bo'lishiga qaramasdan, oil consumptioni kattaroq o'zgarishlarga uchragan. Mana oil consumption bu yerda ko'k chiziq e'tibor qaratsak bo'ladi. Mana nisbatan bundan ko'ra tezroq o'sgan va boshida bitta nuqtada joylashganligini ham biz additional feature sifatida aytib o'tib ketdik. Keyingi grafga o'tamiz. Bu grafda the graph below shows the number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017. Ya'ni graf ko'rsatadi qaysidir Caribbean islandga kelgan turistlarning sonini deb berilgan. Oral qanaqa yozamiz? Bu yerda ham xuddi shunaqa doim qilayotgan ishimiz, ya'ni trendni aniqlab olamiz. Qarasak, bu yerda sal boshqacharoq narsa berilgan. Cruise shipda qolgan turistlar, orolda o'zida qolgan turistlar va total. Shu yerda ko'pchilik adashadi. Total bu ikkalasini yig'indisi, ya'ni cruise ship bilan visitorlarni ko'k chizig'i bilan buni yig'indisi totalga teng bo'ladi. Mana misol uchun 2 millionda turibdi bu, bunisi bo'lsa 1,5 millionda turibdi. Qo'shadigan bo'lsak 3,5 million mana. Total demak buni yig'indisi. Har doim total bu ikkala liniyani yig'indisi bo'lib kelgan. Ko'pchilik o'quvchilar shuni totalga kelgan turistlarning yig'indisi deb aytib qo'yadi. Bu juda qo'pol xato hisoblanadi. Xo'p, uchalasi ham o'sgan paytda qanaqa yozamiz overallni? Bu yerda yana e'tibor qaratishimiz kerak, qaysi biri tezroq o'sganligiga. Ya'ni cruise shiplar tezroq o'sganmi yoki islanddagi qolgan turistlar tezroq o'sganmi? Mana ko'k chiziq bunga qaraganda kattaroq o'sishga erishgan. Shuning uchun cruise ship tezroq o'sgan bo'ladi. Buni additional feature sifatida ishlatib ketsak bo'ladi. For example, Oral, the number of visitors staying on cruise ships and on the island itself experienced a growth over the period, with the former seeing relatively significant changes. Va qo'shimcha qilib aytib qo'yamiz, total number of tourists increased consistently throughout the period. Tushuntirib beraman boshidan. Birinchi o'rinda cruise shipda qolgan va orolning o'zida qolgan turistlarning sonida o'sish bo'ldi over the given period, butun period davomida. Ya'ni biz oranjiy va ko'k liniyani o'sganligini aytib oldik. Qo'shimcha informatsiya qo'shyapmiz. Endi notably deb qo'shmadikda, bu yerda bitta yaxshi struktura ishlatib ketdik. With the former seeing relatively significant changes. Ya'ni birinchisi nisbatan kattaroq o'zgarishlarga uchragan. Ya'ni kattaroq o'zgarishlarni ko'rgan. Bu qanaqa struktura? Birinchi subject plus verb plus objectni yoza olamiz. Ya'ni gapni to'liq yoza olamiz, virgul qo'yamiz, withni qo'yamiz va bitta noun yozishimiz kerak. With noun plus verb ing bilan gapni davom ettirib ketamiz. Bu yerda mana berilgan gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak, with the former bu birinchisi degani. Ya'ni bizda ikkita narsa ta'kidlandi, agar esimizda bo'lsa, visitors staying on cruise ships, ya'ni cruise shipda qolgan visitorlar, ikkinchisi bo'lsa orolning o'zida qolgan visitorlar. Bu orolning o'zida qolgan visitorlar ikkinchi variant bo'ldi. Cruise shipda qolganlar bular birinchi ta'kidlangan narsa bo'ldi. Shuning uchun visitors staying on cruise ships birinchisi deb turib bizni formerga javob beryapti. On the island bu later bo'lardi agar ishlatganimizda. Uni ishlatmadik lekin. Yana bitta narsa ishlatilib ketilgan, the former and the later. Bu
the former birinchisi degani, ta'kidlangan narsani birinchisi degani, as the latter ikkinchisi. The first one as the latter bo'lsa the second one. Bu reference, ya'ni o'sha visitors staying on cruise ships degan narsani yana qaytib yozmasligimiz uchun the former degan narsani ishlatib ketsak bo'ladi, ya'ni so'zni ishlatib ketsak bo'ladi. Boshqatdan bitta o'qib chiqamiz. Oral, the number of visitors staying on cruise ships and on the island itself experienced a growth over the period. Ya'ni ikkala liniyada ham o'sish bo'ldi. Cruise shipda qolgan va orolda qolgan turistlarning soni o'sdi. With the former seeing relatively significant changes. Birinchisi, ya'ni cruise shipda qolgan turistlarning soni tezroq o'sishini ko'rdi. Shu yerda o'zida 3 ta informatsiya berib ketilgan. Mana birinchisi cruise shipni o'sganligi, ikkinchisi visitorni islandni o'zida qolgan turistlarning o'sganligi, uchinchi informatsiya cruise shipni tezroq o'sganligi islandda o'zida qolgan turistlarning soniga nisbatan. Va oxirgi informatsiya totalni ham qo'shib ketdik. Mana the total number of tourists increased consistently throughout the period. Consistently degani bu doimiy o'sgan, ya'ni har doim o'sib turgan bu narsa. Liniyani davrni boshidan oxirigacha bu narsa o'sgan. Bu yerda mana bitta joyda o'smagan joyi bor edi. O'sha narsani ham qo'shib ketsak bo'lar edi, lekin bu hozir bizga shart emas. Bunga keyinroq to'xtalsak bo'ladi. Oral juda ham cho'zilib ketadi. Va oxirgi liniya Japan's population by age group. Yaponiyaning aholisi yosh gruppasi bo'yicha berilgan. Bu yerda future qatnashgan, ya'ni biz oralimizda ham future'ni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Buni oralni yozishni ikki xil yo'li bor. Birinchi variant hozirgacha 2025-yilgacha bo'lgan nuqtadan ikkita qismga bo'lib olishimiz kerak. Bu yergacha bo'lgan joyini va bundan keyingi bo'lgan joyini yozishimiz kerak. Bu yergacha bo'lgan joyi o'z-o'zidan pastda yoziladi. Kelajak qismi future'da yozish kerak bo'ladi, lekin biz hozir bu narsani, bu strukturani ishlatmaymiz. Bu juda ham chalkash va qiyin tuyuladi birinchi oral yozayotgan o'quvchilar uchun. Biz bu oralni future'da yoza qolamiz, ya'ni bu bo'lgan o'zgarishlarni future simple ishlatib yozamiz, kelajakda 2040-yilgacha sodir bo'lganligi uchun. Birinchi o'rinda yana xuddi shu ish, har bitta liniyani trendini aniqlaymiz, qaysilar o'sgan, qaysilar tushgan, ya'ni 0-14 yoshgacha bo'lgan population share tushadi, kelajakda 65 yoshdan kattalar, mana yashil chiziq, bu o'sadi. 25-64 yoshlilar ozgina tushishga erishar ekan. Yana bitta additional feature, mana bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, 25-64 yoshlilar har doim eng baland bo'lgan bu figurada. Ya'ni boshida aytganimizda additional feature qo'shayotgan paytimizda A va B variant qilgandik, agar esimizda bo'ladigan bo'lsa. Mana A va B variant qilgandik va B variantda aytgandik, har doim eng katta yoki har doim eng kichkinasini yozsak bo'ladi. Mana outstanding higher figure, xuddi shu narsaga to'g'ri keldi bu. Endi buni yozayotgan paytimizda biz trendlarni aniqlab oldik, additional feature'ni aniqlab oldik. Bu har doim 25-64 yoshlilarni har doim eng baland bo'lganligini oralga o'tamiz. Endi qanaqa yozamiz oralni? Oralni yozish uchun mana hozir example bilan tushuntirib beraman. Hop, oral, the proportion of Japan's population aged 0 to 14 and 25 to 64 is predicted to decline. Ya'ni Yaponiyaning aholisi 0 dan 14 yoshgacha va 25 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan Yaponiyaning aholisini proporsiyasi, ya'ni ulushi is predicted to decline. Tushishi kutiladi. Ya'ni bu yerda bitta struktura ishlatilgan. Noun is predicted to decline yoki predicted to increase. Bu narsani tushishi predict qilingan degan ma'noni bildiradi. Bu endi predictni o'rniga boshqa so'zlarni yozsa ham bo'ladi. Expected desa ham bo'ladi. Forecasted desa ham bo'ladi. Variantlar ko'p buni ishlatish uchun. Davom etamiz. While the figure for those in
65 plus age category will increase noticeably. Ya'ni Yaponiyani aholisi 0-14 va 25-64 yoshlar oralig'idagi Yaponiyani aholisini ulushi tushishi kutiladi, lekin 65 yoshdan katta yosh gruppasida egalar uchun figura will increase noticeably, tezroq o'sadi shu davr mobaynida. Notably ikkinchi additional informationni qo'shib ketyapmiz. Japanese population are mainly made up of individuals in the 25 to 64 age brackets. Yaponiyani aholisi asosan 25-64 yosh gruppasidagi odamlardan tashkil topadi. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin, nima uchun present simple degan? Present simple ni biz bu yerda ishlatsak bo'laveradi. Nimaga deganda, boya aytganimdek, pastda ham, presentda ham va future'da ham har doim bu eng katta bo'lgan. Har doim eng katta bo'lgan narsa, demak, present simple da yozsak bo'ladi. Ya'ni shu davr mobaynida yoki har doim 25-64 yoshlilar Yaponiya aholisini eng asosini, ya'ni eng katta ulushini tashkil qiladi degan narsa kelib chiqdi. Biz bu yerda bitta ikkita narsa bor, yana o'rganib ketishimiz kerak bo'lgan. Mana 65 plus age category degani bu 65 yoshdan katta bo'lgan age category degani. Yosh gruppalarni qo'shayotgan paytimizda qisqa qilib aytib ketaman. Age category, age bracket degan so'zlarni ishlatsak bo'ladi yoki demographics, age demographics. Bu so'zlar bir xil. Uchalasini ishlanish joyi ham va darajasi ham bir xil. Bu shu bizga berilgan odamlar qaysi yosh gruppasiga tegishliligini aytish uchun ishlatiladi. Mana bu yoqda e'tibor qaratadigan bo'lsak, Japanese population are mainly made up of individuals in the 25 to 64 age bracket. Individuals in the 25 to 64 age bracket bu 25-64 yosh gruppasidagi odamlar degan ma'noni berib turibdi va bu narsa bizda ko'p duch kelamiz bunga hali. Bar chartlarda ham, pay chartlarda ham, table yozayotgan paytimizda ham odamlar yosh gruppalarida juda ko'p ishlatiladi. Bu oxiri overall'da menimcha tushunarli bo'ldi. Bitta hamma o'rgangan narsalarimizni takrorlab chiqadigan bo'lsak, bugun nimalar haqida gaplashdik? Birinchi o'rinda overall yozish uchun har qanaqa line graph bo'ladigan bo'lsa, step 1 increases va decreasesga ajratib olishimiz kerak ekan. Va bitta additional feature qo'shmasak bo'lmaydi agar biz oltidan baland olmoqchi bo'lsak. Agar additional feature qo'shilmasa, faqatgina increases decreases bilan qolib ketadigan bo'lsa overall'imiz, unda yaxshi ball chiqmaydi. Additional feature qo'shish uchun ikkita variantdan foydalandik. Birinchisi, davr boshida va davr oxirida eng baland bo'lgan figuralarni tanlab oldik, yoki ikkinchi stepda har doim eng baland bo'lgan yoki har doim eng past bo'lgan narsalarni tanlab oldik. Va bundan tashqari yana qo'shimcha qilib ba'zi graflarda aytib o'tdik, qaysilar o'sgan, qaysilari tushganligini, ya'ni qaysi liniyalarda o'sish tezroq bo'lgan, qaysilarida tushish tezroq bo'lganligini. Mana hozir esimga tushib qoldi, yana bitta narsa qo'shib ketsak bo'ladi. Bu yerda mana overall yozayotgan paytimizda mana version 2 olsak ham bo'ladi, version 1 olsak ham bo'ladi. Biz aytdik, the sales of children's books and educational books increased, while the reverse was true for adult fiction books over the period. Bu yog'i notably'dan keyingi qismi turaveradi, bu o'zi yaxshi yozilgan, bunga tegmasak bo'laveradi. Bu yerda mana bitta narsani kuzatadigan bo'lsak, har doim bunga e'tibor qaratishinglar kerak. Bu bitta sizlarga additional feature bo'lib beradi. Topish qiyinroq bo'lgan momentlarda. Children's books mana bu yerdan boshlanib turib, bu yergacha o'sgan, ya'ni o'sish tezroq bo'lgan. Educational books bo'lsa 20 taxminan 5 dan 32 oralig'ida o'sgan. Bu ham o'sgan, lekin o'sish sekinroq bo'lgan. Demak, children's booksdagi o'sish tezroq bo'lgan ancha educational booksga taqqoslaganda. Xuddi shu narsani qo'shib ketsak bo'ladi. Biz qanaqa qilib qo'shamiz? Mana bu joyga qo'shishimiz kerak. Overall'ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, the sales of children's books and educational books increased. Shu yerda increaseddan keyin albeit at varying degrees. Yana bitta vergul qo'yamiz. Ya'ni albeit at bu despite degan. Shu yerda albeit atni o'rnida ishlatib ketsak bo'ladi.
despite, ya'ni shunga qaramasdan yoki but to'ni ishlatib ketsak ham bo'ladi. Bu yerda nima ma'no berildi? The sales of children's books and educational books increased. Educational va children's booklarni savdosi o'sgan. Albeit at varying degrees. Garchi har xil darajada bo'lishiga qaramasdan, ya'ni ikkalasini savdosi ham o'sgan, lekin har xil darajada o'sgan deb ketdik. Bu yerda ya'ni ikkalasidagi o'sish har xil bo'lganligini berib ketdik. Yoki ikkinchi variant boya ishlatgan with plus verb ing bilan yozgan strukturamizni ishlatsak bo'lardi. Mana bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, cruise shipda qolgan turistlarning sonini tezroq o'sdi deb berdik. Shu yerda mana with the former seeing relatively significant changes. Shu narsani olib kelib turib, bu yerga qo'ysak ham bo'lardi. Albeit at varying degrees o'rniga xuddi shu yerda with the former, mana pastga yozib ketaman. Demak, increaseddan keyin virgul qo'yib, with the former seeing significant changes bo'lganmi o'zi bu yerda? Changes bo'lgan. Yoki significant increase deb berib ketsak ham bo'lardi. Bu narsani shu albeit at bilan almashtirsak bo'ladi, mana shu joy bilan. Bundan ham ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Additional feature shu narsani qo'shib ketsak bo'ladi.